har bir ota o'z farzandi bilan faxrlanishni xohlaydi. Har bir o'g'il esa o'z otasining nomini abadiylashtirishni xohlaydi. Men ham mana shu maqsadda o'zim yoqtirgan, yoshligimdan orzu qilgan, lekin dadam rahmatli qarshi bo'lgan shoirlik, yozuvchilik hamda jurnalistika kasbida Sirojiddin Akmal taxallusi bilan ijod qilishni boshlagan edim. Afsuski O'zbekistonimizda hali jurnalistika u darajada rivojlanmaganligini o'zi menga ko'rsatdi. Va dunyo tashvishlari meni boshimda ajoyib bo'lib gir aylanmoqda. Shuning uchun dunyo haqida she'r yozdim. Dunyo, dunyoliging qilding-a, ustimizdan qah-qah otib kulding-a. Qani odam yasholsaydi havosiz, yashayotgan odamlardek hayosiz. Hayo qanday, havo qanday ko'rmadimu, lek bir kamliging ko'rdim ey dunyo. Yoshligimda yo'qchilikda sinading, ulg'aytirib to'qchilikda sinading. Onam olib, otam olib sinading. Ko'rsatmagan sinovlaring qoldimi ey dunyo? Sinovlardan bag'ri dilim toldi ey dunyo. Ana shunaqa gaplar.